Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Do'stlar, oxirgi mashinamiz sportkar Oulim Supra degan mashina, 2.7 benzinda. Mashinamiz sportkar. Ashi juda ham chiroyli, o'ta go'zal holatda. Xo'p, bismillah. 1,5 ming atiga 1,5 ming kilometr yurgan mexanikada. Mashina juda ham chiroyli. Ovozlari ham juda ham chiroyli chiqadi. O'tirib chiqish ham qiyin ekan. Xo'p, kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqsanglar. Yili 2014, 13-oy oxirgi 14 yili. Kelib bemalol ko'rishinglar mumkin. Narxini aloqaga chiqsanglar aytamiz. Xudo xolasa kelishtirib yo'lida qilib beramiz buni ham. Xohlasanglar eksportga, xohlasanglar Koreyaning ichida ham yursanglar bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Yaxshi narxlarda qilib beramiz. Xudo xolasa mashina juda ham o'ta go'zal. Atiga Koreyada bir donagina, boshqa yo'q. Oxirgisi. Xudo xolasa kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqsanglar kelishtirib beramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.